30 yillik aplikasi bo'lganligim uchun kompaniyalar bilan vrachlar o'rtasidagi kelishuv sirini ochaman sizlarga. Homilador xotinga doimo bilasizlar Magni 500 premiumlari bormi yo bo'lmasa qanchalab ilivitlar yozib tashlashadi. Bular kompaniyalarning katta miqdorda aksiya berishini hisobidan. Ana endi boshqa nima ichamiz deyishinglar mumkin homiladorlar. Mana bu ginka biloba, Magni 500 ning manbai. Mana bu zanjabil tanani qizdirib beradi, mikroblardan hammasidan tozalaydigan eng Allohning sevimli yaratgan ne'matlaridan bittasi. Mana bu shiponik. Tarkibida hamma vitamin bor, askarbinka ayniqsa. Mana bu rovoch, ya'ni chukri deymiz, birov tog' rovochi. Mana bular ishoninglar ham qonni ko'paytirib beradi, ham tanadagi butun vitaminlar sostavini to'ldirib va tanadagi issiqlik ham beradi. Homiladorlarga mumkin shunaqangi birga aralashma qilib qo'yinglarda, aralashmadan bir osh qoshiqda 200 mg ga bir kunda ichinglar. Hech qanaqa dori ham, ukol ham birorta vitamin kerak emas, inshaalloh.